Bugun ham ro'za tutganlar bor. Hamma xohlagancha tutaversin. Hech qanaqa hukumatning ishi yo'q-ku. Ishi yo'q bo'lsa nima qiladi? Burnini tiqib, mana u kuni Ramazon, mana u kuni hayit deb oldindan belgilatib qo'yib nima qiladi? Odamlarga oyga qaranglar, oyni ko'rib tutinglar, oyni ko'rib to'xtatasizlar, hayit qilasizlar. Desin, aralashmasin musulmonlarning ishiga, agar siz aytganday bo'lsa. Endi tabiiy endi bir kun hayit avval bo'ladi. Bular yana 30 kun deb belgilagandan. 29 kun desa ham bir adashib to'g'ri kelib qolishi mumkin edi. Hozir aniq hayit ham bir kun bo'ladi, agar 2 kun bo'lmasa. Chunki 29 kun bo'lib qolsa, bular belgilangandan 2 kun oldin hayit bo'ladi. 30 kun bo'lib qolsa, bular belgilagandan 1 kun oldin. Ya'ni hali to'polon bo'ladi u yog'i. Hayit kuni endi hammaga ro'za tuttiradi bular. Hayitda namoz o'qiy desa o'qitirmaydi. Bunnini tiqib davlat. Mana masjid borib bemalol hayit o'qigisi kelganlar o'qib olsin demaydi. Men buni necha marta boshimdan kechirdim-da mana shu narsani. Juda ko'p marta o'zimiz bor hayit o'qiganmiz. O'shanaqangi davlat o'zlaricha belgilab qo'yib 30 kun qilib belgilab qo'ygan paytlarda. Ramazon ba'zida 29 kun bo'lib qoladi, lekin davlat 30 kun qilib belgilab qo'yadi. Kecha oy ko'ringan, Shavvol oyi ro'za tutashda hamma harom o'zi Shavvol oyini birda ro'za tutish. Hayit qilish kerak. Hayitni ham o'qitmaydi. Bechoralarga ro'za ham tuttiradi. Harom bo'lgan kunda. Davlat bunnini tiqadi mana shu narsalarga. Har yili tiqadi. Biror yil tiqmaganini ko'rmaganman. Rustam Iqbol degan galstukli yigit ekan, juda bir diplomat, juda bir tafakkur egasiga o'xshar ekan yozgan so'zlaridan. Lekin unaqa emas ekan. Dunyo liderlari musulmon mamlakatlari taqdirini o'zicha hal qilib, ularni qanday boshqarish bo'yicha kengashib o'tirgan paytda, deyapti. Biz Ramazonni bir kun avval, keyin yo oldin boshlash haqida yo'qolashyapmiz. Ramazon hammaga muborak debdi. O'sha Ramazonni oy ko'ringanda tutish farz. Bu haligi kichkina masala emas. Arzimaydigan masala deb odamlarga ko'rsatishga harakat qilmanglar. Allohning farzi arzimagan masala emas. U ish kuni tutiladi, tutmagan musulmonlarga eslatib tutib olinglar deyiladi. Ya'ni bu uchun haligi bir umr harakat qilmayapmiz. U uchun o'sha bir kun chiqasan, oyni qaraysan. Ko'rinsa tutasan, ko'rinmasa ertasiga tutasan. Ko'rinsa hammaga eslatib qo'yasan. "Ey birodarlar, oy ko'rindi" deb qo'yasan. Oy ko'rindi deb qo'yish ayb emas, sharaf bu. Chunki musulmonlar uni orziqib kutib o'tiribdi-da, qani haligi oy ko'rindimi deb turibdi-da, o'zi ko'ra olmasdan. Shunga ko'rindi deb aytib bersang, xursandchilik ulashgan bo'lasan. Bu ayb ish emas bu. Ba'zi bir dovdirlar fitna deyapti, jinnimisan? Senga o'zing orzu qilib turgan Ramazonda oyini ko'rganligimni aytib bersam fitnami? Qaysi farosat bilan aytyapsan bu gapni? Endi mayli, musulmonni ustidan dunyoda liderlari o'shanaqa qilyapti deyotganligingiz u alohida masalada. Endi o'shanaqa qilyapti ekan, biz Ramazon to'g'ri kelgan kundan tutaveraylik degani emas. O'sha dunyodagi o'shanaqa qilayotgan liderlar musulmonlarni dinidan uzoqlash uchun ularni diniga ham buni tiqyapti desangiz, gapingiz rostman aqlli gap bo'lardi. To'g'ri gap bo'lardi. Barakalla dedim, to'g'ri gapiribdi. Rostdan dunyoda liderlari musulmonlarni ustidan o'shanaqa har xil harom ish qilyapti. Shu ishlarda jumlasidan bo'lgan bitta ish. Yana boshqa ishlariga ham burnini tiqib hamma yo'lda bulg'ayapti desangiz to'g'ri. Sizlar bir ro'za tutmanglarda ekanda, hamma bilsin. Tutgan odamni indamay tutaveradi-da, deyapti Orifjon Ergashev. Sizga o'xshab ergashib yuraversa shunaqa ko'rinadi. Tutgan odam indamay tutmaydi.